muqaddas ayollarimizni 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan tabriklash uchun so'z tuman hokimi Qazoq Otabek Nodirovga marhamat. Assalomu alaykum, mo'tabar onaxonlar, dilbar opa-singillar. Sizlarning timsolingizda tumanimizning barcha ayollarini 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni bilan muborakbod etaman. Aziz ayollar, mehrdaryo qalbingiz, aql zakovatingiz, sevgi va sadoqatingiz uchun sizlardan bir umr qarzdormiz. Ayol nafaqat oila bekasi yoki ona, u jamiyatning faol a'zosi, ishtirokchisidir. Sohada qo'lga kiritilayotgan muvaffaqiyatlarda ham xotin-qizlarning ulushi salmoqlidir. Onamiz bizlarni o'ylab